Assalomu alaykum. Sizlar bilan Bioclean kompaniyasi. Bugun sizlar bilan uy sharoitida klapalarni qanaqa yo'q qilish mumkinligi haqida gaplashamiz. Klapalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, klapalar kechqurungi hasharot hisoblanadi. Ular kechasi ovga chiqishadi. Klapalar kunduzi qorong'u joylarda bekinib yotishadi. Ertalab ularni topish juda qiyin bo'ladi. Ertalab agar ularni topmoqchi bo'lsangiz, uyingizda bor yo'qligini tekshirmoqchi bo'lsangiz, matrasingizni qarashingizga to'g'ri keladi. Matrasingizda qora dog'lar, qon izlari bo'lsa, uyingizda katta ehtimol bilan klapa borligi bo'ladi bu. Klapalarni uy sharoitida vaqtinchalik yo'q qilish mumkin. To'liq yo'q qilish bu imkonsiz bo'ladi. Bozordan borib lekarstvalar olib kelasizmi, dixlofozmi va boshqa preparatlar bu vaqtinchalik yechim bera oladi faqatgina. Uy sharoitida sinalgan usullardan eng yaxshilarini hisoblasak, bu paragenerator bilan ishlov berish hisoblanadi. Paragenerator bu suvni pard holatiga keltirib, to'g'ridan-to'g'ri 100-150 gradus atrofida qizdirib, to'g'ridan-to'g'ri ishlov berasiz. To'g'ridan-to'g'ri ishlov berganingizda faqatgina ko'rinib turgan joylardagi klapalar o'ladi va bu sizga vaqtinchalik halovat beradi. Yana bir usulidan bittasi navlichka, prostini va shunga o'xshash narsalarni issiq qaynoq suvda yuvib tashlash bo'ladi. Issiq qaynoq suvda yuvganingizda u suv harorati 60 gradusdan yuqori bo'lishi kerak bo'ladi. 60 gradusdan yuqori haroratda klapalar o'ladi va tuxumlar ham o'ladi. Bu usullarni kamchilik tarafi faqatgina ko'rinib turgan yokida o'zingiz yetib bora oladigan joylarni obработка qila olasiz faqatgina. Va bu sizga vaqtinchalik halovat beradi. Vaqtinchalik deganda qancha bu? 1-2 oy ichida klapalar yana ko'payib ketadi, yana bolalaydi va yana xuddi shu narsalarni boshidan qilib yurishingiz kerak bo'ladi. Yana bir usullardan bittasi bu bozorlarda sotiladigan dixlofoz va shunga o'xshash ximiyalar hisoblanadi. Bu usullardan qaysi biri yordam beradi, qaysi biri yordam bermaydi, to'liq informatsiya yo'q va rekomendatsiya orqali olganingiz ma'qulroq hisoblanadi. Ularni ham ishlatib ko'rsa bo'ladi. Faqat bu muammongizni vaqtinchalik yechib bera oladi. Lekin buni yomon tarafi bor. Bu zaharni kam dozada berganingiz sababli klapalar immun sistemasi yanada kuchayib boradi va klapalar keyingi holatlarda doriga reaksiya bermasligi mumkin bo'ladi. Ular ximiyaga ko'nikib qoladi va keyingi holatlarda qancha kuchli ximiya bersangiz ham ular o'lmasligi mumkin bo'ladi. Bozorlarda ishlatiladigan har bitta preparatlar sertifikatini qarashingiz kerak bo'ladi. Sertifikati bormi, yo'qmi va qaysi ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilganligini qarashingiz to'g'ri kerak bo'ladi. Yana ko'p usullardan bittasi bu uyida uksus bilan ham obработка qilishadi. Uksus bilan obработка qilganingizda bu to'g'ridan-to'g'ri klapaga uksus tushsa, klapa o'ladi. Qolgan holatlarda undan hech qanaqa foyda bo'lmaydi. Klapani uy sharoitida yo'qotish juda qiyin usul hisoblanadi va bu usulni sizlarga maslahat bermagan bo'lardim. Chunki agar uy sharoitida uni yo'qotishga harakat qilsangiz, muammoni yanada ko'paytirib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Chunki klapa har kuni 5 tadan 10 tagacha tuxum qo'yadi har bittasi. Bu degani 10 ta dona klapangizni 100 ta, 500 taga ko'paytirib yuborishingiz mumkin bo'ladi. O'z vaqtida professionallarga aloqaga chiqib professional dezinfeksiya chaqirsangiz, muammongiz tezroq hal bo'lishiga yordam bo'ladi va klapani yo'qotish osonroq bo'ladi. Professional usullardan xlor tuman apparatini ishlatamiz. Xlor tuman apparatining afzallik tomonlari uyingizni parga o'xshab qoplab oladi. Uyingizni patologiyadan boshlab devor yoriqlari hamma joyga dori yetib boradi va klapa bekinishiga joy qolmaydi. Uy sharoitida yo'qotganingiz dixlofozni matrasingizga sepsangiz, klapalar devor yorig'iga qochib ketishadi yoki yana dori tiymagan joylarga qochib ketishi mumkin. Ular shunaqa qilib jonni saqlab qolaveradi. Dixlofoz va boshqa uskunalar ular faqat to'g'ridan-to'g'ri klapaga tiygandagina klapani o'ldirishi mumkin. Qolgan holatda bu ishlamaydigan usul hisoblanadi. Paragenerator ham xuddi shu afzallikda. Uni faqatgina to'g'ridan-to'g'ri klapaga tiygandagina issiq par yordamida klapani o'ldiradi. Tuxumlarni ham shu boisda. Demak, yuqorida sanab o'tgan usullarimiz yordamida klapalarni 10% yoki 20% ni yo'qotishimiz mumkin bo'ladi. Nimaga buni aytyapman? Chunki paragenerator yordamida ham, dixlofoz yordamida ham, uksus yordamida ham to'g'ridan-to'g'ri klapani o'ziga ishlov bersangiz, o'shandagina klapa o'ladi. Qolgan holatlarda tepadagi uy sharoitidagi usullar yordam bermaydi. Professional dezinfeksiyada esa dorilar devoringizda, patologingizda, gilam, mebel va matraslaringizda ko'rinmas qobiq hosil qiladi. Bu keyinchalik klapalar chiqqanda ham shu devoringizda, patologingizda qattiq yurishidan qat'iy nazar dori bilan kontakt bo'lib o'laveradi. Professional dezinfeksiya yordamida klapalardan butkul xalos bo'lsangiz bo'ladi. Uy sharoitida esa bu vaqtinchalik yechim hisobida o'tadi. Shu uchun muammoni kechiktirmagan holatda professional dezinfeksiyaga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz. Bioclean'ga murojaat qilsangiz, biz professional uskunalar va professional jihozlar yordamida uyingizni obработка qilib beramiz va qilgan ishimizga 1 yilgacha kafolat beramiz. Har bitta ishimizga yozma sertifikat ko'rinishida kafolat beramiz.